Rossiyadagilar hammalarga salom. Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan barcha musofirlar bilasizlar, 2026-yil iyun oyidan boshlab 30-iyun, 1-iyuldan boshlab RUID ilovasi orqali hamma ketish kerak edi. Bu narsa hozir kunda bekor bo'ldi. 2027-yilga qoldirildi. 27-aprel kuni 468-qaror bilan. Bilasizlar, bu o'zi aslida 2025-yil chiqqanda, 2026-yilga qoldirilgandi. 2026-yil mana bo'ladi deb yurgan vaqtimizda yana bu narsa qoldirildi 2027-yilga. Bu narsa juda ham ko'p odamlarga o'ylantirib qo'ygandi, qanday qilib qilamiz, qanday qilib yuboramiz, qachon srochni ketmoqchi bo'lganlar nima qiladi deb o'ylanib yurgandi. Mana shu odamlarga sizlarga yechim mana, videoni maksimum tarqatib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Bu narsa 2027-yilga qoldirildi. 2026-yil siz bemalol RUIDsiz qanday oldin ketgan bo'lsangiz, bilet olib ketaverasiz. Maksimum videoga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, gaplashamiz.